Mana bugun tumanimizda ilk bora buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi amalga oshirilmoqda. Bu hozirgi kunda bizni nafaqat tumanda, viloyatda ilk bora amalga oshirilayotgan yuqori texnologik murakkab operatsiya hisoblanadi. Bu hozirgi kunda bu operatsiyani Respublika Vohidov nomli tibbiyot ilmiy amaliy markazidan yetuk professor, o'qituvchilar, yuqori malakali shifokorlar tomonidan kelib bizga ham ilmiy ham amaliy jihatdan katta yordam berishmoqda. Buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Bunda mana 26 yoshli yigitga adasi shu o'zini bitta pochkasini berdi. Operatsiya juda ham yaxshi o'tdi. Mana hozir peshob kelishidan bu operatsiyaning yaxshi o'tganligini bilsak bo'ladi. Endi bu operatsiya juda ham yuqori texnologik operatsiya. Masalan, shu davlatimizning qaroriga asosan shu yuqori texnologik operatsiyalarni hududlarda rivojlantirish bo'yicha dastur asosida mana shu yerga keldik. Bu dastur asosida mana bu yil 28 ta tumanda shu buyrak transplantatsiyasini amalga oshirishimiz kerak. Sharxonda ilk bor bo'ldi. Xo'jayinimga tushdi tekshirtirganimizda. Xo'jayinimiz beraman dedi. Maslahatlashish haqida qandashurlar bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Xo'jayinim bolam uchun jonimni beraman dedi. Berdi, mana Xudoga shukr, yaxshi ikkalasi ham bizga juda qulaylik bo'ldi. Yaxshi bola chorxonda qildirdik. Operatsiyadan hozir xo'jayinim chiqdi, yaxshi. Doktorlarga katta rahmat, tan jonlari sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin.